Hurmatli obunachilar, 7-may 2026-yil 5 yoshli Giant Red gilosimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Bu qaranglar hosildi. Bu 100% o'zini o'zi changlatadi. Qaranglar, hosildi. 1 yosh. 2-yildan quyib oladigan gilosimiz xuddi shu bo'ladi. Qaranglar, kalibri ichi 32 bo'ladigan gilosimiz 5 yoshida tepalari bilan olib qo'ying. Hosil barcha quyib yuborgan, hurmatli obunachilar. Buni garantiyali ko'chatlarimiz buni ko'paytirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar obunachilar. Giant Red. Qarang. Har bitta shoxida 2 kilodan meva bor. Mana har bitta shoxida mana. Har bitta shoxida, ba'zi shoxlarida 3-4 kilodan ham hosili bor. Endi tepa shoxlarini egmaylik, daraxt sinib ketib qoladi. Mana hosillari. Umuman bunda qo'shaq bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Ganapilus, dorimma sachish shart emas. Yiliga o'zini o'zi changlatadi, sovuqqa ham chidamli gilos ekan. Mana o'zimiz sinov tariqasida sizlarga ko'rsatib boryapmiz. Boq qilishni tavsiya qilamiz obunachilar. Garantiyali ko'chatlarini ko'paytirib ko'ramiz. Hali pishish sanasiga hali ozmuncha bir 5-6 kun vaqti bor. Sizlarga ko'rsatib boramiz. 91 660 71 78 ga aloqaga chiqib zakaz qilib ko'rasizlar obunachilar. Garantiyali ko'chatini bizni profildan olasizlar. Bittadan layklab bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar obunachilar. 5 yoshli gilosda xuddi shuncha hosillar. Mana olib kelinglar. Kalibri. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.